Bugun sizlar bilan yadro reaksiyalari bilan tanishib chiqamiz. Yadro reaksiyalardagi eng qiyin masalalardan biri bo'lgan 92-masalani ko'ramiz. Quyidagi yadro reaksiyasida Kaliforniya va E elementi o'zaro izoton bo'lsa, E elementining nisbiy atom massasini aniqlang. Demak, quyidagi reaksiya, mana shunday reaksiyamiz ketyapti ekan. Endi bular E bilan Kaliforniya bir-biriga izoton. Demak, 258 dan 98 da ayiramiz. Ayiradigan bo'lsak, demak 258 dan 98 dersak 160. Demak 160 da bunun Kaliforniyaning neytroni bo'lsa, bilingki E elementining ham 160 ta neytron mavjud. Endi mana bu 1 dan 0 dersak 1. Ya'ni bitta neytron. Buni 6 ga ko'paytirsam 6 ta neytron. Bu endi bu tarafda jami 166 ta. 166 tadan 160 tasi ham teng e'tiborda bu tarafda bo'lsa, yana demak qolgan 6 tasi mana bu ikkalasiga tegishli. 6 ta neytron shu ikkalasida bo'lishi shart. Endi mana bu aniq son. Aniq sondan topsam bo'ladi. 0 dan agar -1 dersangiz 1 bo'ladi. Ko'pchilik shu narsani tushunmaydi, shuning uchun bu masalani ishlay olmaydi. 0 dan -1 dersangiz, ya'ni 0 va -1 oralig'i 1 ga teng. 1 chiqadi. Uni 2 ga ko'paytirsam, demak, 2 ta neytronga teng bo'ladi. Demak, 2 ta neytron bunda ekan. 6 dan 2 ni ayırsam qolgan 4 ta neytron bunda bo'lishi kerak. Demak, buni 4 ta neytron chiqishi kerak. Nechi qo'ysam 4 ta neytron chiqadi demak bunda. Hop, 4 dan 2 ni ayiradigan bo'lsam 2 2 edi. Demak, mana bu ikkisimga 2 qo'yishim kerak bo'ladi. Shunda 2 ni 2 ga ko'paytirsam keyin 4 bo'ladi. Mana 4 ta neytron bo'ladi shunda. Demak, ana chiqdi javobimiz. Endi qo'rqmasdan ishlasak bo'laveradi. Massasini toping deyapti. Tirani hisoblayman. 258 ga 6 kara 1 6. 258 ga qo'shaman 6 ni teng. Demak, 264. 264 ga teng. Bu taraf ham 264 chiqishi kerak. Hop, bizda 2 kara 4 8. 8 plus 2 kara 0 0. X ga qo'shsam, demak 264 chiqishi kerak. X im teng bo'ladi. 264 dan 8 da ayirib yuboradigan bo'lsam, demak 256. Demak, noma'lum elementining massasi 256 ga teng ekan. Mana massa chiqdi. Demak, 256 dan 160 dersak, tartib raqami, ya'ni protonlar soni ham kelib chiqadi. 256 ni ayiramiz, 160. 256 dan ayiramiz, 160. 96. Demak, 96 ta protonlar ekan. Demak, bu 96-elementimiz Curie elementi ekan. Demak, Curie elementi 256 ga 96 ga to'g'ri keldi. Hop, endi biz sizlar bilan keyingi masalamizni ko'rib chiqamiz. Ushbu yadro reaksiyasida A elementi neytronlar soni B elementining neytronlar sonidan 40 taga, C elementining neytronlar sonidan 115 taga ko'p bo'lsa, A elementdagi neytronlar sonini aniqlang. Demak, quyidagi reaksiyamiz mana aytayaptiki, A elementining neytronlar soni B elementining neytronlar sonidan 40 taga ko'p. A elementining C elementidan neytronlar soni esa 115 taga ko'p. Demak, A elementining neytronlar sonidan B elementining neytronlar sonini ayirsak 40 chiqyapti. 40 bu C element va mana bu neytronga tegishli bo'ladi 40. Mana. Demak, neytron o'zi bu yerda qancha? 1 dan 0 dersak 1. Mana shu yerda ham ko'pchilik bilmay qoladi. Mana shu neytron nechta neytron? O'zi neytron aniq bitta. Hop, demak, buni oldida 2 bo'lgancha 2 ko'paytirsam 2 ta neytron bor. 2 ta neytron. Demak, 40 dan 2 tasi bu neytronda, qolgan 38 tasi esa C elementining neytronlar soni kelib chiqadi. 67 dan 38 da ayirib yuboradigan bo'lsak, yadro zaryadi kelib chiqadi, tartib raqami 29. Demak, C elementining protonlar soni 29 ta ekan. Endi biz A ni topsak bo'ladi, chunki A dan C 115 taga ko'p edi. Demak, C elementimda 38 ta neytron bo'lsa, 115 ni qo'shadigan bo'lsam, A elementining neytronlar soni kelib chiqadi. 115 ga qo'shamiz 38 da. Demak, 153. 153 ta A elementining neytronlar soni mana. Hop, endi buni yadro zaryadini topish uchun 250 dan ayirib qo'ysak, tartib raqami kelib chiqadi. 97 mana. Yadro zaryadi demak 97 ta ekan. Endi B elementi topishimiz kerak. A elementdan B element neytronlar soni 40 taga ko'p edi. Demak, A elementda 153 ta edi. Undan 40 ta ayirib yuboradigan bo'lsam, 153 dan ayirib yuboramiz. 40 ta demak 113 bo'ladimi? 113 tasi demak B elementda bo'ladi. B element 113 ta. Hop, 181 dan ayirib yuboramiz. 113 ta. 68 buni tartib raqami bo'ladi. Mana hammasi kelib chiqdi.